Hurmatli azizlar, mana venoz qon aylanish o'tkir buzilishi va surunkali buzilishlarning endi davosini keling ko'rib chiqamiz. Davolashni qilishdan oldin birinchi bosh miyada venoz tiqilish holatlarida patologik jarayonning patogenezini aniqlash kerak bo'ladi. So'ngra tegishli davolashni belgilash zarur bo'ladi. Ko'rsatmalarga qarab, kardiotonik vositalar, kofein, saliuretiklar, astmatik diuretiklar va venotonik vositalar, ya'ni glivinal, eskuzan va boshqalar qo'llanilishi mumkin. Nitroglitserin qabul qilgandan keyin bundagi bosh og'riq kuchli bo'lgan paytida, ya'ni bunda bosh miya ichidagi venalarning tonusi pasayishi oqibatida kuchli bosh og'rig'i yuzaga kelishi mumkin. Bunda biz 3% mentol eritmasini 2 tomchi til ostiga tomizilishi mumkin. Bosh miya venalarining torayishiga va venoz oqimning yaxshilanishiga olib keladi. Venoz tiqilish holatlarida devinkan ham shunga o'xshash ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jiddiy venoz tiqilish holatlarida bemor og'ir jismoniy mehnat va haddan tashqari yuqori yoki past harorat ta'siriga duch kelishdan saqlanishi kerak bo'ladi. Bosh miya venoz tiqilishi fonida venoz qon aylanishi ensefalopatiyasi rivojlanganda shunga o'xshash terapevtik chora-tadbirlar talab etiladi. Bu holat surunkali bo'lib, shuning uchun optimal mehnat va dam olish rejimi, kaliy tuzlariga boy o'simlik mahsulotlarini boy parhez va muntazam terapevtik mashqlar qilish zarur bo'ladi. Antikoagulyantlar aseptik bosh miya venalarida trombozi uchun ko'rsatiladi. Odatda geparin 5000 xalqaro birlik vena ichiga yoki teri osti inyeksiyasi bilan buyuriladi. Keyinchalik geparin dozasini qonning ivishi vaqti 2 barobar oshirilishi mumkin. Kuniga 30,000 xalqaro birlikka to'g'ri keladi. Geparin berish bemor holatida sezilarli yaxshilanish bo'lguncha davom ettiriladi. Keyinchalik geparinning o'rnini bilvosita antikoagulyantlar yoki trombotitlarga qarshi vositalar egallashi mumkin. Shishga qarshi terapiya kasallikning birinchi kunidan boshlab bir vaqtda qo'llaniladi. Tromboflebit holatlarida antibiotiklar va sulfanilamidlarning yuqori dozalarida davolash zarur bo'ladi. Bunday holatlarda antikoagulyantlardan foydalanmaslik kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.